Keyingisi 6 yoshli o'g'limni bitta buyragini kichkina deyishdi. Bu yomonmi? Bitta buyragini kichikroq bo'lishi yoki gipotrofiya deb ataladi. Har doim ham xavfli holat degani emas. Lekin bu doimiy kuzatuv va ehtiyot choralarini talab etadi. Buyrak kichik bo'lishi nimani anglatadi? Tug'ma gipotrofiya yoki gipoplaziya deb nomlanadi. Bolada homiladorlik davrida buyrak to'liq rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Funksional kompensatsiya degan narsa bor. Funksional kompensatsiya degani nima degani? Agar ikkinchi buyrak sog'lom va to'liq ishlayotgan bo'lsa, u ko'pincha ikkinchi buyrakning ishini o'ziga qo'shib olishi mumkin va birgalikda sog'lom vazifani bajaradi. Bundan tashqari kichik buyrak faolmi yoki yo'q, bu ham muhim ahamiyatga ega. Ba'zan kichik buyrak ishlamaydi, ya'ni disfunksional bo'ladi. Ba'zida esa faqat hajmi kichik, lekin faoliyati saqlangan bo'ladi. Bunga ham e'tibor berish kerak. Hop, nima qilish kerak? Birinchisi UZI va Doppler tekshiruvlari orqali buyrakning o'lchamlari, qon oqimi va tuzilishini baholash kerak bo'ladi. Keyingisi laborator tahlillar, masalan, CD, qon analizlari, bundan tashqari buyrakning funksional tekshiruvlari bor. Bizda kreatinin, mochevina, keyin CDdagi oqsil, keyin o'sha filtratsiyani tekshirish tekshiruvlari bor. Ular bilan ham tekshirish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin doimiy ravishda, ya'ni dinamikada kuzatib turish kerak bo'ladi. Bu har 6-12 oyda nefrolog nazoratida turish kerak bo'ladi. Keyingisi infeksiyalardan himoya qilish. Ayniqsa siydik yo'llari infeksiyalaridan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda sport va ma'lum dori vositalarini cheklovni ham nazarda tutish kerak bo'ladi. Kontakt sportlardan saqlanish kerak va ba'zi holatlarda nefrotoksik dorilardan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Nefrotoksik buyrakka zarar yetkazishi mumkin bo'lgan dori vositalari. Yaxshi yangilik nima? Yaxshi yangilik, agar ikkinchi buyrak sog'lom bo'lsa va umumiy buyrak faoliyati normada bo'lsa, bola to'liq sog'lom hayot kechirishi mumkin bo'ladi. Ko'plab odamlar bitta faol buyrak bilan ham hech qanday hayotiy cheklovlarsiz yashashlari mumkin. Buyrak shamollashini yaxshilash uchun nimalar qilish mumkin? Buyrak shamollashi pielonefrit yoki siydik yo'llari infeksiyalari deb nomlanishi mumkin. Buni yaxshilash va asoratlarni aniqlash uchun tizimli yondashuv juda zarur hisoblanadi. Birinchisi, tibbiy davolash asosiy bosqichlardan biri hisoblanadi. Agarda pielonefrit, siydik yo'llar infeksiyalari, ya'ni bakterial infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, antibiotiklar. E'tibor bering, shifokor tomonidan belgilangan kursni to'liq va vaqtida ichish zarur. Erta to'xtatish yoki yetarli dozada ichmaslik infeksiyani kuchaytiradi va antibiotik infeksiyalar chidamliligini oshiradi. Yallig'lanishga qarshi dori vositalar, og'riqni kamaytirish va haroratni tushirish uchun, masalan, paracetamoldan qo'llash mumkin. Siydik tahlili va ultratovush orqali buyrak faoliyatini va infeksiya darajasini baholash mumkin. Keyingisi suyuqlik iste'molini oshirish. Kuniga 2-2,5 litr atrofida suv ichish buyrakni yuvadi va bakteriyalar chiqarilishiga yana yordam beradi. Ma'lum siydik haydovchi vositalar, misol uchun namatakdan yoki jo'xorini papagidan damlab ichishingiz mumkin bo'ladi. Albatta siz buni shifokoringiz bilan kelishgan holatda amalga oshirishingiz kerak. Keyingisi ovqatlanish va turmush tarzi. Tuz va yog' miqdorini kamaytirish kerak bo'ladi. Oqsilni me'yorda iste'mol qilish kerak. Ortiqcha emas. Gazli ichimliklar, kofein va achchiq ovqatlarni cheklash. Issiqda yurish, belni iliq tutish, ayniqsa kuz va qish faslida bu ham yordam berishi mumkin. Nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Sovuqda yurish, ho'l kiyimda qolish, antibiotiklarni o'zbilarmonlik bilan tanlash, stress va uyqusizlik ham immunitetni pasaytirishi mumkin. Qo'shimcha maslahatlar. Siydik yo'llari gigiyenasiga, ayniqsa bolalarda va ayollarda alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Har 3-6 oyda profilaktik tekshiruvlar, agar buyrakda o'zgarishlar bo'lsa, albatta talab qilinadi. Kontakt sportlardan saqlanish, agar buyrakda qandaydir rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, e'tiborli bo'lish kerak. Assalomu alaykum doktor, men 12 haftalik homiladorman. Qonim quyuqlashib ketibdi. Qanaqa dori ichsam bo'ladi? Birinchi navbatda 12 haftalik homiladorlikda qonni quyuqlashishi, giperkoagulyatsiya ba'zan fiziologik holat bo'lishi mumkin. Chunki homiladorlik davrida organizm tug'ruqdagi qon yo'qotish xavfini kamaytirish maqsadida qon evish omillarini ko'proq ishlab chiqarishni boshlaydi. Lekin bu holat ortiqcha darajada bo'ladigan bo'lsa, ayollarda tromboz xavfini oshiradi va shifokor nazorati ostida davolash talab etilishi mumkin. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda qon tahlillari. Bunga D-dimer, fibrinogen, PT, APTT, INR yoki MNO deyiladi. Bizda antitrombin 3 va shu atrofidagi ko'rsatkichlarni albatta tekshirishingiz kerak bo'ladi. Bu qon evish darajasini baholaydi. Buni bizda koagulogramma deb nomlanadi.
Keyingisi, agar haddan tashqari qon yuvishga moyillik bo'layotgan bo'lsa, biz uni sabablarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ba'zida genetik trombofiliya yoki antifosfolipid sindromi, yurak qon tomir kasalliklari yoki faqat homiladorlikka xos fiziologik o'zgarishlarmi? Bularni aniq bilishimiz kerak bo'ladi. Albatta, shifokor ko'rsatmasi bilan ba'zi davo choralarini qo'llash mumkin bo'ladi. Lekin o'z boshimchalik bilan dori ichish homiladorlikda xavfli bo'lishi mumkin. Hop, qon quyuqlashishini kamaytiruvchi dori vositalari faqat shifokor nazorati ostida dori turlari quyidagilar bo'lishi mumkin bo'ladi. Antikoagulantlardan enoksiparinni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha bu dori inyeksiya shaklida bo'ladi va xavfli tromboz holatlarida qo'llaniladi. Bundan tashqari antiagregantlardan qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Bu dori vositalari qondagi trombotitlarni bir-biriga yopish xavfini kamaytiradi. Bunda kam dozada aspirin qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi xavf baland ayollarda 12-16 haftadan boshlab yuqoridagi dorilar tavsiya etilishi mumkin. Bundan tashqari vitaminlar, folik kislotasi, B6, B12 lar ham foydali bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin bir narsaga e'tibor bering, hech qachon o'z boshimchalik bilan dori vositalarini qabul qilmang. Homiladorlikda ayrim dorilar homilaga zarar yetkazishi mumkin yoki qonash ehtimolini oshirishi mumkin. Shifokor, reprodoktolog yoki ginekolog sizni tahlillaringiz asosida sizga xos davo rejasini tavsiya etadi. Sog'lom ovqatlanish, suyuqlik balansi, jismoniy faollik ham qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Buyrakda nega tosh yig'iladi? Bu video orqali bu haqida bilib oling. Salomat bo'ling.